Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, sog'omon yuribsizlarmi? Xudo xohlasa, bugungi videomiz oldi-sotdi masalasini bag'ishlanadi. Shu yurib turgan joyimiz zudlik bilan sotiladi. Bu joyimizdan tashqari yurtdoshlar yong'inasida ko'rib turganlaringizdek 12 gektar yer. Bir de 2 gektarına ko'rib turganlaringizdek suv havuzi ekan yurtdoshlar. Bu suv havzasi balık yetiştirish intensiv xo'jaligi aytsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar boshqa biznesni yo'lga qo'ysanglar ham bo'ladi. Tayyor biznes bilan yurtdoshlar bu yoqda 10 gektar katta yaylovi zudlik bilan sotiladi yurtdoshlar. Adresimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l shahri Otayurt Ovul fuqarolar yig'ini 11-brigad yurtdoshlar. Ko'rib turgan bo'lsanglar, joyi 30 sotik ekan yurtdoshlar. 1 sotikina shu joy solingan. Yanında ko'rib turganlaringizdek yine 24 sotiki şimdi qora yer bo'lib turibdi yurtdoshlar. Yine svetdan muammo yo'q, svetlar yettiribdi, tok bor yerlarda yurtdoshlar. Xudo xolasa yanında yine suv havzasi, ya'ni balık yetiştirish intensiv ko'li. Ko'l yurtdoshlar umumiy yer maydoni 2 gektar ekan yurtdoshlar. 10 gektarni ko'rib turgan bo'lsanglar, ochiq maydon. Hozir buni ham ko'rsatamiz yurtdoshlar. Yine ko'lda avval balık bakılgan ekan yurtdoshlar. Buni yanında yine kuzatuv kameralari ham bor. Kuzatuv kameralari ham zo'r bo'lib o'tgan. Svet o'tgan 3 faz ko'rib turgan bo'lsanglar, svetdan tokdan muammo yo'q. Avval balık bakılgan ekan, hozir ham ichida yana balık ham bor ekan. Aytishlari bo'yicha. Yine dostlar, xudo xolasa bir like'larni bosib, musofirda ishlab yurgan, o'zim biznesim boshlayman, joy olaman deb yurtdoshlarimga tashlab qo'yasizlar xudo xolasa. Xo'p. Birdan balık bakılgan, bir yanda balıkni ballarini bakılıp kemiga olib o'tgan ekanlar. Xo'p. Katta balıklar bakılgan bir de. Ve ko'rib turgan bo'lsanglar, bu yoq tarafda katta 10 gektar dalasi, polyasi. Xohlayishingizni istasanglar bo'ladi xudo xolasa. Bu yanda yana qo'yxonasi ko'rib turgan bo'lsanglar, yine Güvenlikçiler şu joylikka deyin ekan, şu joyliklar ko'rib turibdi. Juda ham katta 10 gektar bo'lgandan keyin o'zlaringiz представить etaverasizlar, tasavvur etaverasizlar xudo xolasa. Xo'p yurtdoshlar. 1 sotikina yana ko'rib turgan bo'lsanglar, joy qurilgan. 1 sotikina. Yine güvenlikçiler ko'rib turibsizlar, güvenlikçi anam giyin. Ve 29 sotik yurtdoshlar qora yer ko'rib turgan bo'lsanglar. Yer karant bor. Bir de vodoprovod, salama karakter bor ekan, tartib kelish kerak. Gaz, bu yoq taraflarda gaz bor ekan. Buni ham tartib kelish kerak. Aslında svet bor bu yerda, 3 fazina o'tib turibdi yurtdoshlar. Shu ko'rib turgan tayyor biznesimiz bilan joyimiz zudlik bilan sotiladi yurtdoshlar. Like'larni bosib, joy olaman deyarlar va shu biznesimni yo'lga qo'yaman deb yurtdoshlarimizga tashlab qo'yasizlar. Narxini yurtdoshlar mulk egasi aytib turibdilar, 300 milyon so'm deb turibdilar. 300 milyon so'mga sizlar olasizlar, yine 30 sotik. 1 sotik joy 29 sotik qora yer. Yine 30 sotik joy bilan hamda 12 gektar dokumentda yurtdoshlar ushbu 2 gektar ko'l bilan 10 gektar katta yaylovi bilan olasizlar yurtdoshlar. 300 milyon so'mga yana gelişib savdolashib olsanglar bo'ladi. Aytilish bahosi baribir aytilgan baho sotilmaydi, gelişib savdolashib tushib beriladi do'stlar. Dokumentlar betonda turibdilar, dokumentlardan muammo yo'q. Bemalol ekranda turgan nomerlar va mulk egalariga telefon qilib gelişib savdolashib olsanglar bo'ladi. Variantlar ham bemalol kelishaverasizlar. Like'larni bosib shu o'zim biznesimni rivojlantiraman, shu joy olaman deb yurtdoshlarimizga tashlab qo'yasizlar xudo xolasa. Bir şu Atayurt 11-brigad bemalol kelib ko'rsanglar ham bo'ladi. Bu yandan kelsanglar Ulug'bog' tarafdan kelasizlar. Bu yandan kelsanglar shu Atayurtdan kelasizlar. Atayurtda qarashdi. Bir like'larni bosib qo'yasizlar, sizlarning xizmatlaringizni ham shunday yangilikni yetkazib boshda davom etamiz. Keyingi videolarda görüşguncha yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar.